O'sha legendarniy David Goggins erkaklar ayolashib ketayotgan zamonda hamma xohlagan ishini qilayotgan vaqtida bu inson 50 dan oshgan bo'lsa ham yuzlab, 200, 300 kilometrlab to'xtovsiz yugurgan. Oyoqlarida 28 ta suyagi singan bo'lsa ham to'xtovsiz yugurgan. Tasavvur qilsam 2008-yil Guinness rekordini urgan turnirdan 4000 dan ziyod turnir qilgan 17 soatda. Haddan ziyod disiplinasi kuchli. Hellweek bor Amerikada do'zax haftasi degan военный training. Mashinada 3 marotaba qatnashgan. Psixologik odamlarni yiritib yuboradi. 130 soatlab psixologik trenirovka qilasiz. Kuniga 2 soatdan 4 soatgacha uxlash mumkin sizga. Всё. Tasavvur qilasizmi? Shunchalik darajada potensial kuchliki, haqiqiy erkaklikni ana aurasi kelib 100% ga olib chiqqan inson mashi bo'ladi. Mana mashi inson sababchi 4 yil izolyatsiyaga berilib ketganman. Shunchalik darajada o'qirdimki, shunchalik darajada o'zim ustimda ishlardimki, fanatik bo'lganman. To'xtovsiz har kuni yugurardim. 7 kun davomida. Qish bo'ladimi, yoz bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Mana men sizga aytaman, mashi inson millionlab insonning hayotini o'zgartirdi. Bitta o'rganib ko'ring mashi insonning hayotini. Eshitganmisiz David Goggins haqida? Eshitganmisiz mashi inson haqida? Yozib keting kommentariyaga.